Hayit bayramida hayit ro'zasini tutish mumkinmi? Albatta mumkin emas. Shuning uchun bugun siz bilan bayramni qanday boshlash va sunnatlarga amal qilishni o'rganamiz. Ramazon oyining oxirgi epizodiga xush kelibsiz. Agar bilsangiz, Ramazon ro'zasi hijriy 2-yilda farz qilingan va biz Shavvol oyining 1-kunida hayit bayramini nishonlaymiz. Sunnatga ko'ra erta tongdan turing va g'usl oling va asosiysi hayit namozidan oldin xurmo yeng yoki taomlanib oling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayit kuni ro'za tutishni man qilganlar. Toza va yangi kiyimlaringizni kiying va oila a'zolaringiz bilan masjid tomon zikr va qalbdagi shukrona bilan yo'lga otlaning. Agarda fitr sadaqasini bermagan bo'lsangiz, namoz oldidan berishni unutmang. Masjidga iloji boricha ertaroq boring. Esingizda bo'lsin, hadisga ko'ra har bir qadamingiz uchun ajr olasiz. Insonlar bilan kulib salomlashing va ularni tabriklang. Masjiddan uyga qaytayotganingizda boshqa yo'l bilan qayting. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi shunday hayit kunlarini boshlaganlar. Hayitkincha hayit bayrami bir kun bo'ladi. Undan keyin Shavvol oyi uchun ro'za tutishingiz mumkin. Bu videoni esa eng yaqin insoningizga yuboring.